1 oylikdan 5 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlarda burun bitishi, burun qurishi va xirillab nafas olishi ko'p uchraydigan holat. Bu kasallik emas, balki bu fiziologik holat, ya'ni bu norma hisoblanadi. Buning asosiy sabablari, birinchisi, bu tor burun yo'llari. Chaqaloqlarda burun yo'llari tor bo'ladi, ya'ni halqumlari tor bo'ladi. Shuning uchun ozgina havo qurisa yoki ozgina shilliq kelsa, ya'ni rinit, nasmork bo'ladigan bo'lsa, birpasda xirillab qoladi. Bu degani patologiya yoki bu kasallik degani emas. O'zi aynan bolalar ko'pincha og'zidan emas, burundan nafas oladi. Ikkinchisi, bu bolalar ko'p sut ichganda yoki qusindi, bilasizlar, bolalar ko'p qusadi, kichkina chaqaloqlar. Shu qusindi yoki sutni qoldig'i nasoglotkasida, burun halqumida qolib, shu xirillashni boshlaydi. Bu uzoq vaqt davom etishi mumkin. Shuning uchun doim bolani emizganda yoki bolani ovqatlantirganda ma'lum mahal bolani yotqizish kerak emas. Uni ushlab turish kerak, ya'ni tikka ushlab turish kerak bolani. Faqat ovqati oshqozondan 12 barmog'in uchakka ozgina o'tibgacha bolani ushlab turish kerak. Bizda aytadi-ku, kekirguchi ushlab tur deb. Qachon xavotir olish kerak yoki qachon vrachga borish kerak? Qachonki burundan nafas olishi qiylansa, ya'ni o'zingiz sezasiz, burundan umuman nafas olmay qo'yadi-da, og'izdan nafas olishni boshlaydi. Ikkinchisi, nafas olganda ko'krak ichiga tortib nafas olsa, ya'ni nafas olganda qiylanib nafas olsa, ko'kragi ichiga tortib nafas olsa, vrachga borish kerak. Uchinchisi esa emishdan rad etsa yoki isitma chiqsa. To'rtinchisi, burundan yashil ajralmalar kelsa. Ya'ni abilmi, ya'ni ko'p yashil ajralmalar kelsa, shunda shoshilinch holatda vrachga olib borishingiz mumkin. Boshqa hollarda olib borish shart emas. Bu o'zi fiziologik norma hisoblanadi. Uy sharoitida nima qilishimiz kerak? Mana shu birinchi aytib o'tgan holda, ya'ni fiziologik norma holatda. Burunga natriy xlor bilan burunga 3-4 tomchidan tomizib, burnini tozalab turganimiz o'zi yetadi. Undan tashqari xonani namligini oshirish kerak. 60-70% bo'lish kerak. Ya'ni xonada quruq bo'lish kerak emas. Bolani issiq saqlash shart emas. Shuning uchun doimo katta sochiqlarni, prostinalarni namlab ilib qo'yish kerak bo'ladi yoki havo namlagich apparatlarini yoqib qo'yish kerak. Va shuni yodingizda tuting, doim bolani emizganda bolani ma'lum bir mahal tikka qilib ushlab turish kerak. Endi nimalar qilish kerak emas? O'z boshimchalik qilib antibiotik berish kerak emas. Kattalarga ishlatadigan burunda tomir toraytiruvchi tomchilar tomizmaslik kerak. Har xil hidlik efir moylarini tomizish kerak emas. Hurmatli do'stlar, shu videoyimni yosh oilalarga yuborib qo'yishingiz mumkin. Balki bu videoyim ularga manfaatli bo'lib qolar.